Shahzoda Matchonova kinoga qaytish haqidagi savolga javob berdi. Aprel-may, Isnod, O'zimdan o'zimgacha, Berlin oqqo'rg'on, Qalbim o'g'risi va boshqa ko'plab filmlardagi yorqin ijrosi bilan tanilgan aktrisa Shahzoda Matchonova muxlislarining uning ijodga qachon qaytish haqidagi bir necha savollarga javob berdi. Aktrisa o'zining Instagram sahifasida nima uchun so'nggi yillarda ijod qilishdan to'xtab qolgan haqidagi turli fikrlarga quyidagicha izoh berdi. Menga keladigan juda ko'p savollar aynan kino haqida. Barcha qachon ekranlarga qaytishim, nima uchun yo'q bo'lib qolganimni so'rab yozadi. Meni sog'inganlarga katta rahmat. Sizning xatlaringiz meni doim quvontiradi. Men barchangizni, premyeralarni sog'inaman. Xudo xohlasa kinoga qaytish niyatim bor. Faqat aynan qachon ijodni boshlashim noma'lum, dedi Shahzoda. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan keladigan turli salbiy izohlar va negativlarga qanday munosabatdasiz? Menga nisbatan deyarli hech qanday salbiy izohni ko'rmaganman, chunki internetda unchalik faol emasman. Agar doim Instagramda ko'ringanimda edi, negativlar ham paydo bo'lgan bo'lardi. Aslida men atrofdagilarning fikri bilan yashamayman. Ularning izohlariga ahamiyat bermayman, dedi aktrisa. Ma'lumot o'rnida mahoratli aktrisa Shahzoda Matchonova 1987-yilning 8-avgust sanasida Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida tug'ilgan. U oilada 3 nafar farzandning o'rtanchasi bo'lgan, ya'ni uning akasi va ukasi bor. Aktrisa san'atkorlar oilasida voyaga yetgan. Uning bobosi O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Boshqirdiston xalq artisti Bayram Matchonov hisoblanadi. Bo'lajak aktrisa o'rta maktabni tugatganidan so'ng Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya oliygohiga o'qishga kirgan. Oradan vaqt o'tib, Shahzoda Matchonova O'zbek film rahbari nazariga tushadi va shundan keyin u aktrisaga bir filmda suratga tushish uchun sinovdan o'tish haqida aytadi. Aktrisa bunga rozi bo'ladi va borib sinovdan o'tishga harakat qiladi. Biroq undan o'ta olmagan aktrisa oliygohdagi o'qishini davom ettiradi. Ko'p o'tmay, rejissyor Zebo Navro'zova uning suratlarini ko'rib, kastingga taklif qiladi. Shundan so'ng u kastingdan o'tadi va 2007-yilda xonanda Shohruxxon ishtirokidagi Aprel-may filmida ilk rolini ijro etadi. Ilk filmidagi rolidan keyin tomoshabinlarning e'tiboriga tushgan aktrisaga ko'plab rejissyorlar tomonidan takliflar berila boshlaydi. Shundan keyin u bir qator filmlarda suratga tushadi.